Assalomu alaykum vodiy vatan jomlari kanalini kuzatib boruvchilar. Bizda ot taqalashgan instrumentlarimiz kelgan. Eng yaxshi Nava brendi ostida mana. Kusochkalarimiz ham 4 xili bor. Pichoqlarimiz ham 6 xili bor. Sassig'ini kesgan. Eguvlarimiz 2 xili bor mana. Hop, tishi mayda tomoni, tishi yirik tomoni bu yog'i. Bu dastasi bo'lmaydi bu. Bitta qo'lda ot tuyog'ini shu bitta qo'lda buni ishlatsa ham bo'ladi. Bu sopli varianti. Mana tishi mayda, tishi yirik tomoni. Hop, pichoqlarimizni ham har xilidan bu. Xulosga kachitvelari o'ta yaxshi. Qog'ozni ham kesadigan darajada. Hop. Yo'l sassig'in ichini kesgani bu. Bu ham dadilroq varianti. Bu ikki tomonlama kesadigani. Bu chuqurroq o'ygani. Chap o'ng tarafi bu. Hammasi shu Nava brendi ostida. Kusochkalarimiz ham 4 xili bor. Bu prujinali varianti mana. Keskanda qo'l ham bir-biriga tegib qolmaydi bu yeri. Tuyoq keskani bular hammasi. Bundan ham bor. Bunisidan bor, bular prujinasiz. Mana bunisi eski taqalarni miqlarni sug'urgani, miq keskani. Qo'llaniladi bu. Eguvli ikki tomondan o'sha bemalol ishlatilaveradi. Sopligi. Hammasi o'sha yaxshi firmaning instrumentlari. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Dastlabki xizmatlari bor, kelishilgan holatda.